Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videoda biz keng ko'rasli taxikardiyalarda birinchi yordam haqida gaplashamiz. Keng ko'rasli taxikardiyalar o'zi bular nimalar? Keng ko'rasli taxikardiya deganda ko'proq biz QRSning kengligini, ya'ni 0.12 dan ham kengroqligini tushunamiz. Bu ko'proq bo'lishi mumkin qorinchalar taxikardiyasi bo'lishi mumkin yoki Wolff-Parkinson-White sindromining antidrom shakli taxikardiya bo'lgan vaqtda QRS kengaygan bo'lishi mumkin. Misol uchun mana bu ikkagada QRSni sanab chiqamiz, ya'ni necha sekund ekan. Mana bu yerdan ko'radigan bo'lsak, 1 2 3 4 to'liq kichik katakcha bo'lyapti. Bu degani 4 ni 0.04 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 0.6 sekund bo'ladi. Normada QRSimiz 0.12 edi. Bu yerdan 0.16 chiqyapti. Demak, QRS keng. Undan tashqari taxikardiyani tasdiqlash uchun RR orasidagi katta kataklar sonini sanaymiz. Ya'ni bitta katta katakka to'g'ri kelyapti. Bu degani yurak qisqarishlar soni 300 ni 1 ga bo'lsam 300 chiqadi. Demak, yurak qisqarishlar soni 300 ta bo'lyapti. Undan tashqari regular ritm RR orasi bir xil bo'lyapti va QRS keng bo'lyapti. Mana shu keng QRS taxikardiyalarga bitta misol bo'ladi. Bunaqa vaqtda nima qilish kerak? Agar birinchi bo'lib gemodinamik stabil yoki nostabilligini baholab olish kerak bo'ladi. Agar gemodinamik nostabil bo'lsa, ya'ni hushdan ketgan, savollarga adekvat javob bermaydigan bo'lsa, kardioversiya qilish birinchi B sinf bo'ladi. Kardioversiya qilish kerak bo'ladi. Ritm sinusga qaytadi. Chunki kardioversiyada butun yurakdagi hamma elektr impulslar o'chiriladi va sinusdan impulslar boshlanadi. Gemodinamik stabil bo'lsa agar, bemor adekvat javob bersa, hushida bo'lsa, birinchi vagus namalarni qilib ko'rish kerak bo'ladi. Ya'ni Valsalva manevri, ya'ni chuqur nafas oladi, ushlab turadi va chuqur chiqaradi, masalan, yoki karotid sinusi massaji, ko'z soqqasini massaji, shularni qilib ko'rish kerak. Effekt bermasa, adenazin tavsiya beriladi. Adenazin 1 ml ampulanchada 6 mg adenazin bo'ladi. Uni tomirdan jo'natish kerak bo'ladi. Faqat adenazinni agar bu bemorda tinch turgan vaqtda EKGsi, VPV sindromi, antidromni tasdiqlasa, ya'ni delta tishcha bo'lsa, EKGda va PQ intervali torayganligi tasdiqlansa, bemorda taxikardiya bo'lmayotgan vaqtda, misol uchun mana bu holatda bo'lsa, mana shu holatda bo'lsa, adenazin mumkin emas. Aytiladi, agar tinch holatda EKGda qorinchalarning erta qo'zg'alishi belgilari bo'lmasagina adenazin qilinadi. Bo'lmasa adenazin qilinmaydi, o'rniga prokainamid yoki amidoron qilinadi. Bizda amidoron ko'proq topsa bo'ladi, shuning uchun amidoronni tavsiya beramiz, amidoron qilinadi. Agar amidorondan effekt bermasa, baribir nima qilinadi? Sinxronizatsiya kardioversiya qilinadi. Agar hushida bo'lsa-chi, kardioversiya qilsa bo'ladi. Hushida bo'lsa, bemorni yengilroq uxlatib keyin kardioversiya qilinadi. O'zi aslida keng QRS taxikardiyalarda nafaqat adenazin, balkim adenazindan boshqa, ya'ni digoksin, deylik beta blokatorlar yoki verapamillar ham keng QRS taxikardiyalar uchun tavsiya berilmaydi. Ayniqsa bu hammasida VPV antidrom tasdiqlangan bo'lsa, umuman bu dorilar mumkin bo'lmaydi. Qolganlari shu ketma-ketlikda ketaveradi. Hammaga rahmat.